Tik turib siyish nafaqat o'zingiz, balki oila a'zolaringiz sog'lig'iga ham zararligini bilarmidingiz? Tik turib siyganda unitazdan sachragan zarrachalar 3 metr masofagacha tarqashi mumkin va bu zarrachalar o'zi bilan unitazdagi mikroblar, bakteriyalarni ham tashiydi va bu oila a'zolaringiz tish cho'tkalari, sochiqlariga ham tarqashi mumkin va bu ularning sog'lig'iga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Bundan tashqari, tik turib siyganda umurtqa pog'onasi va chanoq muskullari to'liq bo'shashmaydi. O'tirganda u to'liq bo'shashganligi hisobiga qovuqda bemalol qisqarish yuz beradi. Tik turganda bo'lsa, qovuq zo'riqib ishlash natijasida turli kasalliklarga sabab bo'ladi. Ayniqsa prostata bezi adenomasi kasallangan bemorlarda bu yaqqol ko'zga tashlanadi. Bu tik turib siyganda to'liq qovuq bo'shamaslik holatlari ham kuzatilishi natijasida turli infeksiya va tosh kasalliklari paydo bo'lishi mumkin. Yevropada o'tkazilgan qiziq so'rovnomaga ko'ra, Yaponiya, Germaniya, Fransiya kabi rivojlangan davlatlarda o'tirib hojat qilish erkaklar orasida ommalashib bormoqda va buni ular gigiyena va atrofdagilarga nisbatan hurmat bilan bog'lashyapti. Nima deb o'ylaysiz? Bizda ham mana shu narsa ommalashsa qanday yaxshi bo'lardi? Hojatxonalar jamoat joylarida ozoda va toza bo'lgan bo'lardi. To'g'rimi? Bu videoni o'z sog'lig'iga va atrofdagilar sog'lig'iga befarq bo'lmaydigan do'stingizga jo'natib qo'ying va bundanda qiziq va foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun meni sahifamga obuna bo'ling.